3 kunlik pomidor. Shunaqasi ham bo'ladimi? Bugungi lokatsiyamiz Muqimiy ko'chasida joylashgan Xambarak. Uni oshini ichib ko'rganlar bormi? To'g'risi men bu yoqda eshitdim. Xorazmcha gummalagi baho beramiz. Bu qovurilgan gumma. Bunisi tovada pishirilgan gumma. Ayron ketadi-yu issiq havoda. Bismillah. Tuxum baraklarni Xorazmnikidan yemamsizlar, bu dunyoga kelmamsizlar. Qaranglar, asal sepri ham hamma narsasi bor. Shivitgacha bor. Shivit oshini birinchi marta Xorazmda yeb ko'rgan edim. Shu har doim yegim keladi. Hozir yeb ko'rib baho beramiz. Juda ham mazali. Menimcha bu yog'ini ham shef povur aniq xorazmlik. 3 kunlik pomidor shunaqasi ham bo'lar ekan. Bu pomidor ichiga zelin, chesnok solinib 3 kun qorong'uxonada saqlanar ekan, keyin yeyishga tortilar ekan. Bunaqasini umrimda birinchi marta eshitdim. Xorazm taomlari sizga ham yoqsa, albatta bu videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.